KNTK Barber Academy bu shu Kacharovskiy va Karimovdan kelib chiqadi. Odamlarda ko'ngli nozik bo'ladi o'zi. Jicha qoshi yoki u yog'i bag'an ko'proq ovorsiz, noto'g'ri odamlar ayab o'tirmaydi. Inglizlardan o'rgandik, polyaklardan o'rgandim, turklardan o'rgandim juda ham ko'p. Polyaklar bilan o'zbeklar ishlaydi. Bir 5-6 ta tilda mukammal bilamiz. Polshada repchilar bor. Malik Montana masalan, juda ko'p advokatlar sochini olamiz. Soch olish 130 zlot. O'zbekistonga borib, ba'zi sartaroshxonalarda bizdan ham qimmatroq soch olishlarini ko'rdim. Tashqaridagi odamga qilgan ishim juda qiyin ko'rinishi mumkin, lekin men uchun juda ham oson va go'zal o'tdi. Yana bir bor tug'ilsam, shu hayotni tanlardim. Biz 12 yildan beri Varshavadamiz. Kelganimizdan beri shu kasbni o'rganib, ayni damda ham til, ham kasb o'rganib shu ishni qilib kelyapmiz bugungacha. Oilam bor mana shu yerda. O narigi binoda uyim. Bir kun shu o'qishdan qaytaysam, shu Polshaga kelib, o'sha boshida 1-2 oy til o'rganadigan vaqtda bitta stalbaga yozib qo'yibdi. Soch olish 20 zlot deb. $5 endi o'sha paytda. Sizga qiziq tuyulgan? Menga qiziq tuyuldi. Endi men bunchalik chuqurligini bilmasdim. Sartaroshlik juda ham oson, mashinka bilan odamlarni boshini tap-tap olasiz, pul keladi deb. Shu o'sha paytda maktabdan o'qishni chiqarib, shu qalbimdan faqat shu soch olish, go'zallik. Dadamga borib aytdim. Rahmanli dadam ozgina nima qildi? Qarshilik qildi. Qarshilik qildi. Sen dedi odamlarning qili bilan seni dadang dedi hamma bolalarini o'qitgan, sen ham o'qiysan dedi. Men aytdim, qiziqish yo'q desam, qarab turib, hozircha dedi, endi oila katta-ku. Hozircha dedi, shu uydagilarni sochini olib turdi, borib qaychi taraf hamma yo'q olib berdi. Inglizlardan o'rgandik, polyaklardan o'rgandim, turklardan o'rgandim, juda ham ko'p sog' bo'lishsin. Hammasi ayamasdan butun nimani o'rgatishdi. Va bu narsa, bu sohani juda ham kengligini, kattaligini, buni yana ham bir boshqa joyga olib chiqishligini ko'rdim. Va bir necha yil o'zim bilan birga ishlagan sherigim hozirgi Tomek. KNTK Barber Academy bu shu Kacharovskiy va Karimovdan kelib chiqadi. Ikkita K birlashgan. Ikkita K birlashgan. U ham ukasi bilan kelib birga menga yordam berishdi boshida, keyin shu shirkatni yarmini unga o'tkazib berdim. Shunday qilib hozir polyak shu kishi bilan, ukasi bilan mana shu yerda ham dars beryapmiz, ham millatga xizmat beryapmiz, shu polyak millatiga. Soch olish oson ekanmi yoki uni o'rgatish osonmi yoki qaysi biri qiyinroq siz uchun? Ishni o'rganib olgungacha qiyin, o'rganib olgandan keyin qiyin joyi qolmaydi. O'rgatish qiyinroq. Qiyinroq, ha. Lekin ayni zamonda kim yaxshi o'rgatyapti, kim yomon o'rgatyapti, buni bilish juda ham qiyin. Chunki bilmagan odam noldan o'rganyapti. Narigini ustozi saviyasi qancha hech kim bilmaydi-da. Va u o'quvchini olish darajasi ham bor-ku. Bilimni olishi, qo'li to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Sartaroshlik umuman olib qaraganda sartaroshlik kasbi juda ham eng qiyin kasblarning ichida turadi. Nima uchun? Chunki bir kishini go'zalligi bilan, ko'rinishi bilan o'ynaydi. Odamlarda ko'ngli nozik bo'ladi o'zi. Jicha qoshi yoki u yog'i bag'an ko'proq ovorsiz, noto'g'ri odamlar ayab o'tirmaydi. Sirazi nima norozi bo'lganini ko'rsatadi. Bu narsa kasbni tashlab yuborish uchun juda kuchli zarba o'zi aslida. Ko'p marta men ham o'zim ham boshida shunaqa zarbalar bo'lib, masalan, bir ona o'g'li bilan kelsa, o'g'lini quloqini sal kesib qo'yib, ona turib u yerda tushungan bor, tushunmagan bor, qo'rquvlar bo'lgan va ham qilish kerak qo'l bilan, ham odam bilan gaplashib kerak, uni rozi qilish kerak. Uni ustiga tikka turib, faqat tikka turib ishlanadi bu ish. Oyoqda o'tirilmaydi bundaycha olib qaraganda. O'zi 8 soat ishda bo'lsam, shef bo'lsam ham 8 soat oyoqdaman ko'p vaqt. Chunki uni problemasi, buni problemasi. Lekin bu kasbni rostdan stilist bo'lib, rosakamdan insonning ko'rinishini tushunib, bu insonning ilmini o'rganib, chunki yuz va kalla, soch bular juda ham mukammal o'zi qilingan, yaratilgan. Bu narsani jicha o'ynasangiz, o'sha juda kichkina raznica, kichkina farq
ko'rinishda katta farqlar o'zi qilgan ish juda ham kichkina. Ko'rinishda juda katta farqlar yaratadi, lekin albatta bu ishni bu saviyaga olib chiqish uchun menimcha har bir ish shunday, bu ishni sevish kerak va pul uchun emas. Inson o'zi uchun qilish kerak bir ishni. Zavq uchun ham. Zavq pul bir kishi sartaroshxonada bo'lganimiz uchun ba'zan aqlli odamlar kelib aqlli gaplar aytib ketadi. Pulni nima ishingni qilayotganingda deydi, pulni harjaysiz, o'sha pulni topasiz-ku ishdan. Pulni borib oyoq kiyim olasiz, ovqatlanasiz. O'sha pulni harjayotgandan ko'proq zavq olishing kerak ishni qilyapti deydi. Ishni qilayotgan paytda pulni umuman o'ylamasdan o'sha odam pulini bermasa ham sen deydi o'sha ishdan zavqingni olib, ishingni zo'r qilib, o'sha ishdan birinchi bo'lib sen xursand bo'lsang deydi, atrofda hamma xursand bo'ladi deb. 3 ta forma bor-da, qarang. Tumaloq, to'rtburchak, uchburchak bor. Shu narsani ichidan chiqmasdan shularni bir-biriga ulashtirib o'rgansa o'zi asli ishni uje, chunki insonda yuzi yo tumaloq bo'ladi, yoki uchburchakroq bo'ladi, yoki to'rtburchak bo'ladi-da. Va erkaklarda ko'rinishini, yuz shaklini iloji boricha to'rtburchakka yaqinlashtirish kerak, xolos. Ya'ni bir inson keldi, tumaloq kallasi o'zi. Kalla tumaloq, yuz tumaloq. Sochiga, soqoliga, uni kiyinishiga, bo'yiga qarab turib, siz har tomondan kerakli joydan qisqartirib, kerakli joyda uzunroq qoldirib, yuzni iloji boricha to'rtburchak. Masalan, meni yuzimga qarasangiz, soqolimni yonboshlar kalta bo'lgan, yuzim tumaloq. Agar sochim bilan soqolimni olib borsam, yuzim aslida tumaloq. Lekin soqolni uzatib, ikki chekani uzatganman. Bu tumaloq joyda to'rtburchak qilganman. Bu yerda ham to'rtburchak qilganman. Endi hozir ko'rinishim to'rtburchak turibdi-da. Mana shu erkak kishining go'zal ko'rinishi, chiroyli, ham jicha agressiv erkakdek ko'rinishi uchun shu to'rtburchak shakliga olib borish kerak. Assalomu alaykum. Dzień dobry. Sartaroshxonamiz qilayotgan ishini tushungan, bilgan, javob beradiganlarni qo'yamiz bu yerga. Bu yerda kimlar ishlaydi? Menimcha o'zbeklar ham, polyaklar ham bor ekan. Asobinda asosan ukalarim va meni sherigimning ukasi. Va polyaklar bilan o'zbeklar ishlaydi. Hozircha shular bilan nima qilish osonroq bo'lyapti, gaplashib. Yaxshi ishlayapmiz. Ya'ni kengaysa o'ylab ko'rasizlar bu haqida. Albatta kengaytirish niyatlarimiz ham bor. O'quvchilarda o'zimiz o'rgatgandan keyin nima uchun boshqa joylarga berib yuboryapsizlar? O'zingizlar yangi joylar ochib ishga qo'ysanglar bo'lmaydimi degan odamlar ham bor. Lekin bu narsani men uncha to'g'ri deb bilmayman. Biz o'rgatganlar tajriba qozonib, boshqa joyda qanday muomala ko'ryapti. Ozgina ezilib, ozgina nima deydi? Urilib qoqilib pishish kerak ozgina. Undan keyin agar ochadigan bo'lsak, bitta telefonda keladi degan umiddamiz chunki. Siz va hozir balki boshqa joydan bunaqa filiallarni ko'paytirish sizdagi zavqni balki qisaytirib qo'yar, to'g'rimi? Zerikib qolarsiz. Balki shuning uchun shuni o'zi sizga yetarli bo'lyapti, adashmasam. Hozircha ya'ni bilgan ishimni iloji boricha mukammalroq qilishni xohlayman. Ko'paytirib tashab turib, keyin uni orqasini to'play olmay qolsak, keyin qiynalib qolishdan nima qilyapman. Albatta, undan tashqari hozircha siz aytgandek iloji boricha o'rgatib ko'paytirib olish kerak. Yaxshi ustalarni atrofda. Mijozlaringiz orasida aytaylik, qanaqadir siyosatchilar yoki shou biznes vakillari yoki mashhur sportchilardan kimlarni ayta olasiz? Har holda markazda, Varshavada.
biz Polshada repchilar bor. Malik Montana masalan, juda ko'p advokatlar, особенно sochini olamiz, siyosatchilar. Katta ukam Abdulhodiy futbol o'ynagan 11 yil. Legia Varshavani polniy hammasini sochini ukam oladi. Legia Varshava ishni yaxshi qilishga harakat qilgan sarimiz odamlar kelyapti, o'sha mashhur aktyorlar, ko'rinishiga juda e'tibor beradigan insonlar kelib turibdi. Narxlar haqida ham bir gapirib qo'yaylik. O'rtacha qanchadan olasizlar? Siz endi qimmatroq dedingiz boshqa joylarda. Endi qancha bu deylik? Narx-navolar bu tepaga o'zimiz chiroyli qilib, minimalistik qilib Bu yoqqa yozib qo'yganmiz. Soch olish 130 zlot. 130 zlot, $35 bo'ladi bu yerda. Soch soqol 200 zlot. Soqolni o'zi 90-100 zlot, uzunligiga qarab 110 zlot. Yosh bolalarda sochi 100 zlot, bo'yash 80 zlot, qoraytiramiz faqat. Xinaga yoki xina bilan yoki kraska bilan. Va hammasi VIP degan bor, u 250 zlot, $70 dan ko'proq bo'ladi. Uning ichida shu soch, soqol, quloq, qosh hammasini eng hech qanaqa ayibsiz qilib qo'yamiz-da. Alisher Navoiy hazratlari hunarni asrabon netkumdir oxir, olib tuproqqamu ketkumdir oxir deganda ilm va hunarning odam uchun qarz ekanini chiroyli ta'riflab ketgan edi. Navoiyning bu satridan bexabar bo'lishi mumkin, ammo hayot bu hikmatning naqadar to'g'ri ekanini anglatgan. Sartaroshlik ilmini yaxshi o'zlashtirgan millatdoshimiz shogirdlar tayyorlaydigan kurs ochishga ham qaror qiladi. Va sizni bir ikkinchi asosiy yo'nalishlaringizdan biri ta'lim ekani. Yoshlarga sartaroshlik kasbini o'rgatar ekanlar, mahalliy aholiga asosan yoshlarga shu kasbni o'rgatayotgan ekanlar. Akademiyada shuni aytib yozilgan ekan. Albatta. Ular bilan ham tanishtirsiz. Albatta. Bu qismda o'qishlarni noldan bu yerda o'rgatamiz. Kelavering. O'zingiz boshlang. Keling. Bu yerda 7 ta kresloyimiz bor. 4 kishi bilan 7 kishi orasida har oy bu yerda noldan umuman sartaroshlik haqida hech qanday bilimi va hech qanday praktikasi bo'lmagan odamlarga o'rgatamiz. O'shaning uchun kreslolar nimalar? Oddiy va xuddi maktabdagi qilinganda, taxta va koja bo'ldi. Minimalniy qilib qilganmiz. O'shaning uchun va o'quvchilarni bir oyda 5 haftada 25 kun bo'ladi. Постоянный kurs. To'xtamasdan har kuni ertalab soat 10 dan 18 gacha. Va ishni o'rgangandan keyin bir kun ekzamen. Soch soqol o'zlari olishadi, biz aralashmaymiz. Va diplom berasizlar. 6 bu yerda 1 dan 6 gacha baho bor. Biz baholar bilan ham daftarcha qanday qilib tugatdi, ham sertifikat ofitsialniy qilib ularni bir joyga ishga kirish uchun yordam qilib ishga joylaymiz bularni. Ularni saralab olish qanaqa bo'ladi? Bu qanaqadir saralov, tanlovdan o'tadimi bular? Bir kishi kelib, masalan, hozir 11 ming zlot bo'lyapti. Soch olishni nima o'rgatish $3000 bo'ladi. Davlat bizga 2-3 ta odam jo'natadi va pulini ham davlat beradi. U odamlar pul bermaydi. Va u eng ko'p o'sha davlatni jo'natganlar bilan jicha problema, chunki hech qanday qiymat to'lov bo'lmagani uchun ozgina bu ishni jiddiyga olmaydi. Bir kishi $3000 cho'ntagidan to'lab kelgan bilan davlat to'lab berganda orasida farq bor. Juda katta farq bor. Munosabatda farq bor. Albatta hammasi emas. Ba'zan keladi davlatdan eng go'zal shaklda tugatib chiqib ketadi. Chunki bizni yoqtiradi, joyida yoqtiradi, ishni yoqtiradi. Lekin naqd pul to'lab kelgan biror kishi bugungacha haligindaqa yomon tugatmadi. Hech bo'lmasa 4 baho bilan chiroyli soch soqol olib ishlashyapti hammasi. 3 xil sartarosh bor o'zi asli. Bittasi bu juda zo'r gapirib ishni yaxshi qila olmaydigan sartaroshlar. Juda ko'p klienti bo'ladi. Chunki muomala uchun sartaroshlar. Haligi shunaqa chiroyli gapiradi, shunaqa chiroyli muomala, siz zerikmaysiz. Bunaqa sartaroshlarda ham juda ham ko'p klienti bo'ladi. Biz gaplashgani boryapmiz deydi uning yoniga. Soch to'yitni ham oldirib qo'yaveraman deydi. Uncha e'tibor bermaydigan odamlar ko'rinishiga. Ba'zi sartaroshlar bor, ishni juda zo'r qiladi, juda ham chiroyli qilib ishini qiladi, hech qanday xatosiz, iloji boricha. Lekin gapira olmaydi. Va jimgina ishini qiladi. Ijod bilan mashg'ul bo'ladi. Ijod bilan mashg'ul bo'lib, juda kam gapirib va uni ham ko'p klienti bo'ladi. Chunki ba'zi odamlar gapga uncha e'tibor bermaydi, faqat ko'rinishga va qilingan ishga e'tibor beradi.
uchinchi toifa bu har doim aytaman, shu toifa bo'lishga harakat qilish kerak. Ham zo'r gapiradi, muomala eng yuqori darajada sifatli, qilingan ishga ham oxirigacha javob beradigan. Bular bu sartaroshlar tilla sartaroshlar deb ataladi. Bular stilist bo'ladi ko'p vaqt. Bular chunki qilingan ishni nafaqat qiladi, u aytib bera oladi qilingan ishni boshdan oxirigacha. Tushuntirib bera oladi. Asoslab bera oladi, albatta. Demak, sartaroshlikdan o'sish bu stilistlik deganimi shunda? Shunday. Shu darajaga yetsa agar, sartarosh bu yo faqat gapiradi, yo faqat ish qiladi. Lekin stilist bu ham gapiradi, ham ishini qiladi, ham qilgan ishiga javob beradi. Har bitta qilni, ba'ziga aytadi, "Mayerdagi qillar bo'lmasa yaxshiroq bo'ladi" deydi. Masalan, bitta insonni boshida, endi bu sartaroshlik nimasiga chuqur kirib ketyapman hozir, aytib o'taman. Bitta insonni boshida o'rtalama 300 mingdan 1,5 milliongacha soch bo'ladi. Soch soqol, kallada. Normal odamda. Qaysidir sochlar muhim emas deb o'ylashadi. Men o'sha payt siraz aytaman, dunyoda 8 milliard inson bor, sen muhim emassan desam yoqadimi deyman. O'ylanib qoladi. Har bitta soch muhim. Qarang, sochchi qanchalik, har bitta donasini qanchalik qadrlayapti-da. Do'stimiz. Men ham qadrlayman aslida. Lekin bular falsafasi boshqa tomonda yondashyapti. Suhbat bir qarashda sartaroshlik kasbi atrofida kechgan bo'lsa-da, biroq mazmunan keng ko'lamli bo'ldi. Boya soch haqida gapirdingiz, har bitta tolaga munosabatingiz boshqacha-da. Ya'ni har bitta tolani funksiyasini, uni bajaradigan vazifasini yaxshi his qila olgansiz. Bu kimdir o'rgatganmi yoki o'qiganmisiz yoki o'zingiz anglab yetganmisiz bu narsalar? Bu narsalar menimcha bir 8 yildan keyin o'zimga keldim. Ya'ni u paytgacha 8 yil bo'yicha tajribalar, darslar qilingan, borilgan, olingan duolar ustozlarda, masalan, inglizlardan, gollandlardan, turklardan kimni traditsiyasi qanaqa? Masalan, yaponlarni ham oxirgi marta tekshirganim internet orqali. Yaponlardagi juda ham qiziq bo'ldi menga. Birinchi marta bunaqa narsani eshitdim, 3-yildan keyin. Masalan, yaponlarda masteri 25 yildan keyin master degan bir joygacha chiqadi. Ular 25 yil. 25 yil. Talabi katta ekan. Va yaponlarda har bir sartaroshxonada 3 xil narx bor-da. Boshlang'ich, o'rta va masterlar. Va masterlar juda ham qimmat bo'lar ekan. $150 gacha chiqar ekan bitta soch olishi. Ular insonning terisiga tegmasdan faqat soch bilan ishlaydigan masterlar ekan. Ya'ni sochingizga bir pudraga o'xshagan narsa sepib, sochni hammasini sal ishirib turib, qaychi bilan to'xtamasdan o'sha teringizga sizga tegmaydi, sochingizni oladi. Shunaqa masterlar bor ekan, juda ham hayron qoldim. Qilgan sochlarini ham ko'rdim, juda ham tekis. O'sha men aytgan to'rtburchak shaklga olib borib qo'yganda kallani maksimum qilib. Tegmasdan turib, odamga tegmasdan. Tegmasdan o'sha qaychini kallani yoniga olib borib kesib o'tib ketadi. U ko'rinib turibdiki, odam 20 yil bo'yish uchun ham miya bilan ham qo'l bilan ish qilgan. Endi qarang, bu narsaga yetish uchun qancha kuchli konsentratsiya kerak edi. Shu narsaga diqqat, e'tibor. Shu bir ustozimiz aytgandiki, agar sevgi bilan irodang bo'lmasa, muvaffaqiyat faqat tilingda qoladi degan. Juda chiroyli gap. Men ham xuddi shu fikrdaman va buni oldim, men qulog'imga zirra qilib taqib oldim bu gapni, chunki o'sha sigaret chekib yomon yo'lga kirib ketish ham sevgi bilan irodani yo'qligidan bo'lar ekan. Bir insonni mukammal darajaga chiqib o'sha ishni ustasiga inglizlar as deb qo'yadi. Haligi uchadi-ku nimada? Samolyotda uchadigan eng kuchlilarini as deb qo'yadi. Ular o'sha 20-30 yil umrini bergan o'sha ishga odamlar deydi. O'zbeklarda ham bor. As bo'lib ketibdi deydi. Juda ustasi bo'lib ketibdi deydi. Ishni piri deb qo'yishadi yana. Shular shunaqa pir bo'lish uchun katta bir sevgi bilan, katta bir irodaga sohib bo'lish kerak ekan inson. Bilishimcha, orada sartaroshlikdan biroz zavqingiz kamaygan paytda bir qurilish bilan ham shug'ullanib ko'rgan ekansiz. Nimaga bu sohaga qiziqish sizda paydo bo'ldi? Nimaga to'xtatib qo'ydingiz yoki davom etyaptimi ham? Pul masalasi glavniy nimada? Chunki men bu yana ham ko'proq sartarosh ochib ishni kattaytirish uchun finans kerak bo'ldi va kredit degan narsadan juda ham uzoqman. Qarzni yomon ko'raman va foizli qarzni yomon ko'raman. Hipoteka, masalan, mashina olishyapti, uy olishyapti bugun kreditga ko'p odam. Bularga ham qarshiman o'zi asli, chunki xohlang xohlamang o'sha bank bilan qandaydir bir ish qilyapti, to'g'rimi? O'zini foizga kirgizyapti. Bu narsani noto'g'ri deb o'ylaganim uchun shu o'yladimki, 2-3 ta sohada ishlasam agar pul
chunki finans masalasi bir ishni kattaytirish uchun eng muhim masala-da. Asosiysi. O'sha sevgi va irodani yoniga ozgina pul ham qo'yib bo'ladi. qo'yish kerak, Ha, shunaqa. ha, ha. U bo'lmasa muvaffaqiyatli bo'lasiz, lekin qaysidir yana yetishmaydi-da. Yana ham tezroq yetib borish uchun balki kerakdir. shuning uchun men qurilish nimasiga ham shu katta bir shirkatdan, qurilish shirkatidan odamlarni sochini olardim. Bular bilan gaplashib sekin shu tarafga meni o'zim o'zbek bo'lgani uchun biz Polshada juda ham ko'p o'zbeklar bor. Ko'pi ba'zilari taksi ham qilolmaydi chunki pravasiz kelib olgan bu yerga yoki mashina minishni bilmaydi. Studentman deb kelib o'qimayotganlar bor va bular ish постоянно ish qidirishadi. Shunday bo'lgani uchun turklar aytdi, "Hay, sen ham shu ishni qilib ko'r" deb bir vaqtdan keyin men ham o'ylanib qarasam, pullar katta ekan u yerda, juda ham. Meni sartaroshxonada balki 10 yilda topolmaydigan pulimni 1 yilda topsa bo'ladigan pullar bor ekan u yerda. Va shu narsa meni ko'proq qiziqtirdi. Ya'ni finansim ko'paysa, men shu sartaroshlikda yana ham bu yoqqa yotirib pulni buni ham kattaytirish niyatim bor edi, lekin shoshilib ketdik shekilli hali beri yoki nasib qilmabdi, hali vaqti kelmabdi shekilli. Yana boshqa proyektlarning orqasidan yugurib yuribman hozir. O'xshasa shu metro qurilishi yoki poyezd yo'l qurilishiga o'xshagan Chexoslovakiyani nimasida chegarasida hozir bitta proyekt ketyapti. O'shamga mashg'ulot gaplashish bor hali beri, gaplashish saviyasida. Bizni kuzatuvchilarimiz ko'rishib qiziqishlari mumkin-da. Men sartaroshman deydi yoki sartaroshlik kasbini yaxshi ko'raman. Polshaga borsam bo'ladimi, Polshada ishlasam bo'ladimi yoki sizga shogird tutsam bo'ladimi? Shunga o'xshagan savollar berish tabiiy. Va ular qancha topadi pul oyiga? Shular haqida ham ma'lumot bering. Albatta, bizni quruq bo'lib qolmasin suhbatimiz. Albatta. Biz o'zbeklarga, o'zimizni qondosh o'zbeklarga bitta maslahatim bor. Nima ish qilgan taqdiringlarda ham, qayerda bo'lgan taqdiringlarda ham ishinglarni yaxshi qilinglar. Alloh o'zi sizlarni kerakli joyga olib chiqadi. Bu yerda qidirish nima deydi? Qandaydir bir kod qidirish kerak emas-da hayotda. Qandaydir bir haligi kalit qidirib birdaniga ko'tarilib ketaman deyish kerak emas, shoshilish kerak emas. 12 yildan beri soch olaman. O'rtalama 15 ming, 16 ming kishini sochini olganman va ishni yaxshi ko'rganim uchun, qaysidir saviyada irodam bo'lgani uchun tashqaridagi odamga qilgan ishim juda qiyin ko'rinishi mumkin, lekin men uchun juda ham oson va go'zal o'tdi. Yana bir bor tug'ilsam shu hayotni tanlardim, boshqa hayot tanlamas edim, o'ylanib ham o'tirmasdim. Nima uchun? Chunki ishimni yaxshi ko'raman. Odamlar vaqtida 20 zlot bersa ham yaxshi ko'rib soch olganman. Hozir 200 zlot bersa ham yaxshi ko'rib soch olaman. Ertaga 1000 zlotga soch olsam ham yaxshi ko'rib olaman deb o'ylayman. Chunki yaxshi ko'rmasam qilmayman u ishni. O'zbekistonga borib, ba'zi sartaroshxonalarda bizdan ham qimmatroq soch olishlarini ko'rdim. Qimmatlar ko'p ekan. $100 ga soch olyapti Toshkentda. Millennium Barber Shop degan barber shop egasi akam bilan taniydi. Santander Barber Shop, Prezidental Barber Shop degan Toshkentda barber shoplar men juda ham hayron qoldim. Kastim shimlik, mashaqqatcha shunday taqib olgan barberlar ishlayapti. Bu yerda sartaroshlar 4000 zlotdan 8000 zlotgacha pul topadi. O'rta sartaroshlar, zo'rlari 15000 zlotgacha pul topadi. Bu necha pul endi dollarda hisoblab? Dollarda hisoblab aytadigan bo'lsak, oyiga $1500 $4000 gacha topsa bo'ladi, yaxshi sartarosh bo'lsa agar. Albatta, keyin bu yerga kelishdan oldin eng muhim narsa sartarosh uchun til. Til bilmagan sartarosh har doim eng arzon sartarosh bo'ladi. Chunki faqatgina soch oldirgani kelmaydi ko'p inson. Aytib o'tganimizdek odamlar gaplashishni xohlaydi, bironta informatsiya o'rganishni xohlaydi, qiziqarli gaplar. Ba'zan dindan gap ochishadi, masalan, din gapirib berish kerak ba'zi narsalarda, bilganicha, bilmaganni bilmayman deydi albatta. Lekin til bo'lmasa agar ish juda ham qiyin bo'ladi. Faqat sartaroshlikda emas, hamma joyda ish qiyin bo'ladi. Siz nechta til bilasiz? Men bir 5-6 ta tilni mukammal bilamiz. Alhamdulillah yoshligimizdan. Yana qaysi tillar endi bular? Bu hozir o'zbek tili, agar hisoblaydigan bo'lsak, turk tili, rus tili, polyak tili, fors tili. Bir kishini ona tilida sizlar gapirsanglar, kim bo'lsa ham yuragi yumshaydi. Munosabat. Mashergacha kelib bizni tilimizni o'rganibdi deb, qat'iy shu uchun sizlarga bir $5-10 chayvi tashab ketadi deylik. Bunda ham qarang, bir maqsad bo'lish kerak ekanda. Shunday. Katta rahmat sizga chiroyli suhbat uchun. Men to'g'risini aytsam, sartarosh bilan bunaqa darajada suhbatlashaman deb o'ylamagandim.
sartaroshlarga munosabatim yoki bu kasbga munosabatim ancha o'zgardi. Sizdan ham ko'p narsalar o'zim uchun oldin kashf qildim. Menimcha bizni ko'rayotganlar yoki ko'rganlar ham bundan o'ziga qaysidir ma'noda manfaat topa oladi deb umidimiz bor. Inshaalloh. Sizlaringizga rivoj. Kelganinglarga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'ling. Rahmat katta.